men sizlar bilan dardlashmasam, kim bilan dardlashaman? Ishonasizlarmi yo'qmi? Nechta nyanya men O'zbekistondan Toshkentga olib keldim. Dahshat. Bittasi ham bizga to'g'ri kelmayapti. Yoki bizga to'g'ri kelyapti. Biz ularga to'g'ri kelmayapmiz. Ish qilib necha kundan beri mana shunaqa yuribman. Aeroport. Hozir yana aeroportga keldim. Yana yangi nyanya kutib o'tiribman. Reysam zadержка bo'lib qoldi. 3-4 soatdan beri mana shu aeroportda o'tiribman Dubayda. Yangi nyanya kutib, xudo xolasa bu safar bizga to'g'ri kelsa, hammamiz baxtli bo'lib, xursand bo'lib yashayirdik. Butun oilaviy. O'g'lim juda ham bir aktiv, energiyaga boy bola. Shu uchun ko'p nyanyalar ko'tara olmayapti.